到教你学国家通用语言，仅仅会话，即学即用2。我是你们的老师 Segila Askan。今天呢，我们要学习的是第10单元的生词总动员。алдыңғы сағатта біз мүше шыңцыне не болғанды еріміні үгініп ерімі қапқаған тұғы үген шу қапқаған еріміне үгініміз. Авал алдың қыттым бұл сөзіне мен білен бір оқу етейлі. 日记日记天气天气晴晴出嫁出嫁清晨清晨欢快欢快奏乐声奏乐声婚庆婚庆敲敲遮遮鼓鼓吹吹唢呐唢呐接亲接亲热闹热闹笔挺笔挺西装西装捧捧树树。好，那这是我们上一次学的，那今天我们来看一下后面的部分啊。鲜艳鲜艳撇横撇竖横折横竖横提，然后呢一个扬啊，艳呢横横横竖撇横撇横折竖横竖弯钩。鲜艳鲜艳的意思呢是ujuk，那就是rengi naiti ujuk болған уақытта біз мұшы鲜艳дейміз. Мәселен ujuk gül desek 鲜艳的花鲜艳的花desek болады. rengi naiti ujukken desek 颜色非常的鲜艳颜色非常的鲜艳. Мәселен бұның бір cümle түсек yaşlar ujuk rengli kiyim kiyishga амырақ. 마오 이시 총입 가간 스레 무쇼 우추랑리 키시든 흐질 부르다간 못 가는데 아담 디사 年轻人喜欢穿鲜艳的衣服年轻人喜欢穿鲜艳的衣服这年纪大了吧不好意思穿鲜艳的衣服这年纪大了吧不好意思穿鲜艳的衣服디사 불러도鲜艳우추가 Мәселен, бағчының ішіге әр xil uçuk рәңлі гүлләр ечіліп кетіпті десек, неме дейміз? 公园里开满了鲜艳的花公园里开满了鲜艳的花dесek болады. 下面一个呢玫瑰花玫瑰花玫横横撇横横竖提撇横撇捺龟呢横横竖提然后一个轨撇竖横折横横撇竖弯钩撇折点花 gül 横竖竖撇竖撇竖弯钩玫瑰花玫瑰деген就 gül 玫瑰花деген gül那gül деген muhabbetның символы desek 玫瑰花是爱情的象征玫瑰花是爱情的象征desek болады. Андан мен қыз достымға 99 тал әтіргүл соғы қылдым desem 我给我的女朋友送了99朵玫瑰花我给我的女朋友送了99朵玫瑰花desek болады. 下面全程全程全一个人是吧下面是一个王城呢一个河一个口一个王全程 мәнісі мұшы бүтін жариян мұшы бүтін жарияндап desek болады. 比如说
Bu qitimqi tekshirishninki butun jarayonida shu 小王 biz bilan birga bo'ldi desak, 这次检查小王全程跟着我们。这次检查小王全程跟着我们。Әдідегі той мұрасымныңки бүтін жарияныны суретке илім десем, 明天婚礼全程都要拍摄。明天婚礼全程都要拍摄。Дейміз. 好，全程бүтін жарияны. And then 摄像，摄像，一个提手旁，横竖竖，横横横，然后呢两个右啊，一双的个双，像了一个单人旁，那那个撇横撇竖横折横撇弯钩撇撇撇点。摄像的个那么sin tartmak yani filmga ilish degan ma'noda chiqadi. 比如说Onunki mushu filmga ilish texnikasi nihoyatda yuqori ekan desak, 它的摄像这个技术非常的高，它的摄像技术非常的高desak bo'ladi. Andan keyin mushu ular masalan mushundaq bir filmga tortadigan shirkat bo'lgan bo'lsa, ular filmni qandaroq tortadi ekan desak, 他们摄像这个技术怎么样？他们摄像技术怎么样desak bo'ladi. Na başdan oxirgacha filmga tortdik, singa oldik degan bo'lsa, 全程都要摄像，全程都要摄像desak bo'ladi. 然后呢，路横折横横，然后竖钩点提撇捺。路这个意思，它的意思呢是ün almak desak bo'ladi. 录下来，那一般其实有那个 telefonda 录音的 qo'yimiz qo'y. 那录deganimiz ilish. 那 ovozni olgan bo'lsa 录音啊。那一般情况下 masalan agarda filmni olgan bo'lsa 录视频 desak bo'ladi. 录视频，录下来，录啊。那 mushu unga ilish deb tushunsak bo'ladi. Masalan siz degan gaplarning hammani men unga ilib oldim desam, 你说的话我都录下来了。你说的话我都录下来了。那bu yerda mushu hozirgi bo'lgan bu ko'rinishlarninki hammani unga ilib oldim desam, 这里刚才发生的事情我全部都录下来了。这里刚才发生的事情我全部都录下来了。那一般情况下burun biz bir pay deb yurgandik-ku. Mushu suratni bor vaqtida我们一般都用拍啊。那么surat mushu ovozi bor bo'lgan vaqtida我们大部分情况下会用什么呀？这个录啊，录。那 surat bani 录 qilsak bo'ladimi? 也可以啊。录视频 desakmi bo'ladi. 录视频 desakmi bo'ladi， 都可以啊。好，下面一个呢，欢乐。上次我们学了一个欢快，是吧？那现在我们又要学一个欢乐。欢乐是什么意思呀？ xushal xuram 啊。怎么写的呢？一个右撇横钩撇捺，乐呢撇竖横竖钩撇点啊，欢乐。Masalan, saboqdoshlar bilan birga turgan vaqtimda men o'zimni eng xushal xuram his qilaman desam, 跟同学们在一起的时候，我觉得自己是最欢乐的啊。跟同学们在一起，我觉得自己是最欢乐的。那欢乐的时候，我们还可以说这个。那个快乐的图，快乐无么xushal，给xushal desak bo'ladi。欢乐也有这个意思啊，欢乐也有这个意思。Bu xushal xuram ko'rinishlar, bu xushal xuram vaqtlar desak， 欢乐的时光，欢乐的场景desak bo'ladi. Bu xushal xuram vaqtlarni mengu unutib qolmayman desak， 这欢乐的时光我永远都不会忘记。
或者 almashturu 我永远都不会忘记这欢乐的时光。desek buludu。下面一个呢，场景，场景，一个提土旁，然后横折钩，撇撇啊。景呢是一个日，还能你给一个北京的京。场景这个呢就是manzara desek buludu. Anan degeni ko'rinish desek buludu. Bu ko'rinishni men bir yerda ko'rib baqqandek. Mesela ba'zi vaqtda tushimizda ko'rgandek, 那种 his qilamiz go. 我好像在哪儿见过这个场景。我好像在哪儿见过这个场景。desek buludu. Anan degeni men bu ko'rinishni tushimda ko'rib baqqan desek, 这个场景我在梦里见过。这个场景我在梦里见过。Yaki bomusa 我梦到过这个场景。我梦到过这个场景。desek buludu。好，下面一个呢，队长，队长。这个队deganimiz atrat juna, 我长deganimiz boshliqi, 那队长deganimiz 就是 atrat boshliqi， 一个耳朵旁一个人，长呢撇横竖提那队长。Uyak bizniki atrat boshliqimiz bo'lsa, 他是我们的队长。atrat boshliqimiz bugun og'rib qopti, 队长今天病了，队长今天病了。Anan degan bugun biz bir atrat boshliqi tanlaymiz desek, 今天我们选一个队长。今天我们选一个队长。desek buludu. Atrat boshliqining gapini anglanglar desek, 要听队长的话，要听队长的话 deymiz。下面一个呢，在横竖横，然后一个车啊，面的把当mashina的一个车吧，俺给斜勾撇点，在这个呢那就是to'lmak, qoplamak, ya'ni qachilash degandek ma'nosi bor. 比如说Manda bir gapni doim anglaymiz go, mashinaga manda yuklarni ig'ir besitib, chozay deb anglaydik. Shu chozay deganimiz shu amaliyotda超载啊。那这辆车已经超载了，那就是 odamni jiq to'shib bo'lsa, 这辆车已经超载了 desek buludu. Anan degan在degan vaqtimizda shu qachilash degan ma'nosi bor. Yana biz kompyuterdan bir narsalarni tushagan vaqtimizda 下载 deymiz go. Mushu xat shu. 那装载这辆车里面都装载了些什么？ Bu mashinaning ustiga nimalarni qachiladinglar? 这辆 mesela yuk mashinasi bo'lgan bo'lsa, 这辆货车上面都装载了什么？这辆货车上面都装载了什么？ desek buludu。 下面一个呢，满脸，满呢一个三点水，然后一个草字头，横竖横折钩撇点啊，一个两，是不是？然后呢，月啊，脸是一个月，然后撇捺横点撇横，那个满字草字头下面是一个两啊，一个给的个两。那满脸的个那么是butun chiroyi. Mesela onun butun chiroyi kulguga to'libdi degan bo'lsa, 那就是他满脸笑容desek buludu. 那满脸不情愿，那就是bir ishni qattiq xohlamagan bo'lsa, 满脸不情愿。那比如说balamga qochini yuvib desa, shundaq xo'shyoqmagandek anandan keyin 不愿意，就是xohlamagandek berib yuvdi degan bo'lsa, 让孩子洗个碗，满脸不情愿。让孩子洗个碗，满脸不情愿 desek buludu. Anandan keyin nima xo'shallik bor, nima kulib ketibsizlar, 就是chiroyimizning hamma yeri kulguga to'libdi degan bo'lsa, 那我就说有什么喜事儿吗？大家都满脸笑容。有什么喜事儿吗？大家都满脸笑容。desek buludu. 满脸butun chiroyi. 好，anandan keyin
笑容撇点，然后撇横撇捺。容呢是一个点撇横钩，然后两个点，然后呢撇捺竖，然后一个口啊。笑容degenimiz külge。那Abamның külkisini мәңгі unutup kalmayman desek， 我永远都忘不了妈妈的笑容，我永远都忘不了妈妈的笑容。那onunki külkisi pek çıraylık pek güzelken desek， 她的笑容很美，她的笑容很美desek buludu。笑容külkisi yani aşı külgen aşı tebessumi çırayı。下面一个祝福，点横撇竖点，竖横折横撇竖弯钩。福呢，点横撇竖点，给横一个口一个田。祝福degenimiz baxtilash， sizlarga baxtilaymiz desek， 祝福你们啊，祝福你们。Andan keyin sizlarninki мәңгі inaq ijil yaxshi o'tab ketishinglarni tilaymiz desek， 祝福你们，然后呢，愿你们永远和和睦睦desek buludu。愿你们永远和和睦睦desek buludu。祝福baxtilash， 我祝福你，sizga baxtilayman。声音的给声，就那个横竖横，横折横竖撇，这个声的那么 avaz， 那你们能 avazı bolsa什么什么声desek buludu。比如说 horektatgan avaz diyen bolsa hulu声deyimiz， hulu声。Adamның horektatgan avazı vehşi desek， 爸爸的呼噜声简直了desek buludu啊，爸爸的呼噜声简直了。那onundan başqa yana masalanga这个铃声，iliq telefonninki mundaq telefon keladigan ovoz deymiz ku， 铃声，sizningki telefoningiz sayrayotidi desak， 你的铃声响了，你的铃声响了desak buludu。Andan keyin yana nimaning ovozi bor deymiz， 电视的ovozi bor， 电视的声音，音乐声，这个 musiqning ovozi degandek。那么像 oldidagi ma'ning前面的那个сөздің ішінде неме дегенде奏乐声нағыр солайның авазы дегенде奏乐声дегенде неменің авазы болса шама шың десек болады. Балаларныңки кітап оқып жатқан авазы неме деген мұңлық десек 同学们的读书声真悦耳，同学们的读书声真悦耳dесek болады. 慢，一个竖心旁，上面是一个日，然后竖横折横，然后这个竖啊，下面是一个右，慢degenimiz asta degan bo'ladi. Asta. Masalan, astaroq mening, avaylab mening bo'lsa nima deymiz? 请慢走deymiz. Astaroq就 masalan就 surati tez bo'lib ketib Astaroq meni saqlab turing, astaroq mening degan vaqtimizda nima deymiz? 你走慢点儿，等等我 deymiz. 你走慢点儿，等等我 deymiz. 那 mening putim qaltda, shunga asta manaman desam, 我的腿比较短，所以我走得慢。我的腿比较短，所以我走得慢 desek bo'ladi. 慢 asta. Undimishqisi shundaq asta desek， 他做什么事情都非常的慢，他做什么事情都非常的慢，yani快bilan qarama-qarshi bo'lgan。好，下面一个呢，开，横撇竖。那么在这个地方，这个开是什么意思呀？是başlamak degan ma'noda chiqibdi. Başlamak bo'lgan chaqda odatda nima deymiz? 开始，或者说masalan mashina bu 开 ju bakchiq so'zlarga kasb ma'nosi har xil chiqadi-ku. Masalan boshlash desak 开始，那开场这都是 boshlash degan ma'noda chiqadi-ku. Andan keyin mashina haydash bo'lsa 开车， andan keyin
무슈 카이낙 수보사开水되겠네. 오늘은 마찬가지로 이지시 되게 뭐사 打开 되게 거 혹시 那用的地方非常的多啊，这个是开。好，听懂吧？晓得吗？电影开始了吗？电影开始了吗？下面一个呢，此刻，此竖横竖提撇竖弯钩，然后刻呢点横撇折撇点竖竖钩。此刻deganimiz mushu vaqt, mushu minut, mushu daqiqa degandagi. Mushu hozirgi mushu vaqtning o'zida, hozir mushu daqiqada men shundoq hayajon bo'lib ketib boraman desam, 此刻我非常的激动，此刻我非常的激动。mushu daqiqada shundoq ko'nglim yerim bo'layotdi desam, 此刻我非常的难受，此刻我非常的难受。那此刻你们是难受不了吗？你们是خوshal不了吗？肯定是发生了什么事情啊。مثلا听到我的女儿考上了清华大学的这个消息， qizimninki mushu Tsinghua oliy maktabiga o'tgan mushu xabarni anglab, 此刻我的心 此刻我的心 hozir mening yuraklarim qanday bo'lib ketib qolgandi, itilib ketayotdi degan bo'lsam, 此刻我的心都快炸掉了 desak bo'ladi. 好，这是一个句子而已。好，下面一个呢，记，横折横竖提点横竖弯撇竖弯钩。记在这个地方呢是连词 ham degan ma'noda. Masalan bu yoq ham mening muallimim, ham meningki do'stim desam, 他既是我的老师，又是我的朋友。他既是我的老师，又是我的朋友。下面一个呢，不舍，不这个我们都会写横撇竖点。舍呢，一个人横竖，然后下面是一个口。不舍的一个呢是 qiymaslik， 那就ma'lum birashga qiymayotgan bo'lsam 不舍 desak bo'ladi. 比如说biz bir-birimizga qiyolmay, lekin oxirida yana amal yo'q, xo'sh deymiz. Yana xo'shlashdik desak, qiymagan holda xo'shlashdik desak, 我们不舍得告别了 desak bo'ladi. 我们不舍得告别了。明天就要离开了，ketaman， 明天就要离开了，我很不舍，我很不舍，那就是 ko'zim qiymayotdi bo'ladi. 下面一个属于，属呢横折横撇，撇横竖，横折横竖，横折钩，竖横点，于横竖钩。属于deganimiz mansub tava degandagi. Masalan bu madaniyat, bu 这个文化，bu madaniyat hamma odamga mansub desak, 这文化属于所有人这文化属于所有人 desak bo'ladi. Andan keyin bu uy menga mansub desak, 这所房子属于我，这所房子属于我 desak bo'ladi. Andan keyin o'zimizga mansub bo'lmagan narsani olmasligimiz kerak desak, 我们不应该拿不属于我们的东西，我们不应该拿我们不属于我们的东西 desak bo'ladi. O'zingizga mansub bo'lmagan narsani zo'lama desak, 不属于自己的东西不必强求，不属于自己的东西不必强求 desak bo'ladi. Anaxirqisi朝夕相处，朝横竖，然后一个早，然后一个月。夕呢是撇横撇点，相一个目，然后一个眼睛的目。处呢撇横撇捺，然后竖
的。朝夕相处，那就是hamisha birga bo'lmak。那朝deganimiz at degan, shi deganimiz kesh, at deganimi billa, keshdimi billa bo'lsa, na就是at deganmi kesh billa, hamisha billa. Masalan, mening nihoyatda bir yaqin do'stim bor, biz doim birga yuramiz desak, 我有一个朝夕相处的好朋友，或者说我跟我的好朋友朝夕相处。那么yaqin do'stim bilan hamisha birga yuraman。我跟我的好朋友朝夕相处desak bo'ladi. Andan keyin biz hamisha birga turaverib, bir-birimizga mehr muhabbat paydo bo'lib qoldi desak, 我们朝夕相处产生了感情。我们朝夕相处产生了感情desak bo'ladi。那安赫斯的嘛，专有名词的有一个张，是不是？横折横，竖折折，勾撇横竖提。那张不formula， مثلا mening formulam张bo'lsa， 我姓张，我姓张deymiz。那张muallim bugun og'rib qopti desak， 张老师今天病了，张老师今天病了desak bo'ladi。好。那今天的这个生词我们学完了，接下来呢跟老师一起读一下。读的时候当然oldidikisini qaytib bir ahlam birga o'qiylik。日记，日记，天气，天气，晴，晴，出嫁，出嫁，清晨，清晨，欢快，欢快，奏乐声，奏乐声，婚庆，婚庆，敲，敲，遮，遮，鼓，鼓，吹，吹，唢呐，唢呐，接亲，接亲，热闹，热闹，笔挺，笔挺，西装，西装，捧，捧，树，树，鲜艳，鲜艳，玫瑰花，玫瑰花，全程，全程，摄像，摄像，录，录，欢乐，欢乐，场景，场景，队长，队长，在，在，满脸，满脸，笑容，笑容，祝福，祝福，生，生，慢，慢，开，开，此刻，此刻，记，记，不舍，不舍，属于，属于，朝夕相处，朝夕相处，张，张。好，那同学们，作业呢是后半部分，也就是我们今天学的这一部分啊。每一个生词抄2遍，选择其中的10个造句，然后呢多读一读，多读一读。那onda xo'sa bugungi darsimiz buyoqgacha bo'lsin。今天的课我们就先上到这里，我们下一期再见。